Zamon to'pni vaqtida kiritmasa, burchak zarbasi ham berilishi mumkin. Demak, O'zbekiston milliy terma jamoasi AQSh, Kanada va Meksikada o'tadigan mundial oldidan safardagi ilk uchrashuvini o'tkazadi. Rafiyev o'ng qanot hujumiga tashlanishi va markaziy himoyada yaqinda jarohatidan qutulgan Abdulla Abdullayev paydo bo'lishi. Hammasi o'ng tomon ekan deydi. Chunki markazning ham o'ng tomoni Abdulla Abdullayev adashmasam va o'ng qanot kamroq. Sekin-sekin endi tarkibga ham o'tsak bo'laveradi. Endi ertalabdan juda ko'p ishqibozlar ijtimoiy tarmoqlar orqali bilib bo'lishdi. Biz ham o'ziga yarasha bu masalada. Bu esa 4-4-2 Kanada terma jamoasi, Bosniya terma jamoasi bilan o'yinga tayyorgarlik deyishyapti. Xuddi shu tarkib bilan ko'p ehtimol ularda ham o'sha savollar paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun u, nima uchun bu? Mana Marco Ortiz, meksikalik referi bugungi uchrashuvni boshqaradi. Eldor bilan qisqa suhbat o'tkazib oldi. Estakio bu tarafda jamoa sardori 7-raqam, ikkala sardor hujumkor futbolchilar ekanligi e'tiborga loyiq. Meksika mana Alfonso Davis ham keldi. Nima masalani hal qilyapti u? o'zini eslatib Tashlab beryapti Tangan. Cristian Kiabek hamda Michel Morales, ular ham meksikalik va zaxira hakami Jorge Camacho. Camacho degan familiya Meksikada mashhur. Bu tomonda asosan kanadaliklar ishlashadi. Davis emas ekan. Orqadan o'xshatib yubordi. Xo'p, demak, Kolumbiya terma jamoasi bizdan oldin o'yinni o'tkazdi. Hozir bir-birini o'yinini tomosha qilinadi deyildi. 3-1 hisobda o'rganib qoldik bunga va boya aytib o'tirganidek o'yin zamon. Sal adashibdi. Nasrullayevni bular o'ngga joylashibdi. Balki shunday bo'lar, lekin odatda Sayfiyev berilib olib ketdik yigitlar deb oldim. Kanada hayron. Tinchlikmi deyapti. Ketdi. Boshdan darvozabonga to'p uzatib berildi va ehtimol shuningdek mundialni to'liqligicha e'tiboringizga havola etishga tayyor Ne'matov. Darvozabon chiqdi va yaxshi. O'z vaqtida biz kerak. O'ng qanotdan yorib kiradi odatda. Xavfli to'qnashuv. Sariq kartochka, tezkor kartochka. Sirpanib ketdi. Chempionlar ligasida ham o'ynadi-yu. Shunaqa o'zi tarkib rang-barang. Ya'ni bir tomondan, chap tomondan endi boshamiz zo'r oston kirib boradi. Oston Shukuru. Zo'r. Chapga ajoyib pas. Lekin bu to'p boradi. Burchak zarbasi ishdi. Oldingi chiziqqa ketdi va birga bir Eldor o'tib ketadimi? Eldor o'tib ketadi. Hisobni ochadi. Zarba. Eldor darvoza surilib ketdimi chap tomonga? Eldor. Mana bu yerda to'pni to'xtatishda Eldor ozgina xato qildi, uzoqlashtirib yubordi, keyin himoyachi sirpanib ketdi. Eldor esa uning jamoasi faollik ko'rsatyapti va jarima zarbasini ijro etadi. Yuqoridan yaxshi o'ynadi Abduvohid.
risk qilmasdan mushti bilan urib yubordi. Farruh Sayfiyev to'pni egallab olmoqda va mana bu tomonda oston ochilgan, lekin o'ng tomonga uzatib berildi. Pas. Va mana bunday devorchi uslubida o'tib ketishga harakat qildi. Ashurmatov yopadi bu zonani albatta. Kutyapti sheriklarini. Eldor fint ikkinchisidan uzatma. Zo'r o'yladi. Kelishyapti. Yugurayotgan futbolchilar bor. Husanov doimgi ishini qildi. O'ynab ketishdi, darvozabon to'pni qaytardi, yaxshi. Yaxshi o'ylagan edi. Pasmasini yaxshilab olib ketdi. Mana bu yerda o'ng qanot imkoniyati bor. Oston O'runov yaxshi pas. O'ngga hisob ochamiz. Eldor zarba. Voy, darvozabon to'pni qaytarmoqda. Hay. Vaqt zo'r rivojlandi mana bu qarshi hujumimiz. Sal o'ngga berib yuborishi ham mumkin ekan. Endi baribir forward tepadi-yu. Hujum. Shu joyda kerak emas. Zarba yo'llanadi. Noaniq. Abduvohid maksimal Kanada tezkor hujum bilan javob berdi. 2 marta sirpanib ketdi. Shu joydagi xato. Yaxshi. Zo'r to'xtatdik. Bunisichi. Uzatma bo'ladi va yetib borish. Millar uzatma, darvozabon to'pni egallab oldi. Yaxshi qo'ldan chiqarib yubordi, lekin bu uning hududida. Mana bu yog'i toppa toza. Rullayev chap oyog'iga to'g'rilab shu yerdanmi yo'q pas berishga qaror qildi. Eldor Shomurodov yiqildi. Yiqdi-yu. O'tib olmadik. Ikkinchi urinish bo'ladi. Sherzod yuqoridan va Abbos urinib ko'rdi. Boradi Sayfiyev. O'tkazib yuborishdi va bu sal qoldi. Abdullayevning sa'y harakati bilan vaziyat yo'qqa chiqdi har holda. Qarshi hujum rejimiga o'tib olishdi. Shu qulay shekilli edi. Burchak zarbasidan to'p o'yinga kiritib yuborildimi deyman. Takrorlar namoyish etilayotganda. Katta va ikkinchi qavatda xavfli o'ynadi hozir Kanada. Abbos qochadimi? Millar kelyapti. Voy. Qizil ber. Abduqodir. Maydonning o'sha qismidagi futbolchilarimizga ko'rsatilgan edi G'aniyev, Sayfiyev. Abbosning uzatmasi yuqoridan gol! Ajoyib tarzda ochildi, zarba yo'lladi, uzatma ham zo'r. Offside bor deyildimi o'zi? Bor ekan. Bayroqcha ko'tarildi. Shuning uchun hushtak chalindida darhol. Yo'qotdi to'pni. Bu yoqqa hujum juda chiroyli kirib borishyapti va Haytovurki to'xtadi. Bunaqa xato qilmaslik kerak bu joylarda. Ketdi Abbos. Yana bitta qarshi hujumga urinish. Eldor qochdi. Lekin tushundi-yu keyiniga. Pressing oxirigacha. Kone. Bo'ldi. Bu joyda tayyor edi. Bo'ldi, hushtak chalinadi. Birinchi bo'lim poyoniga yetdi do'stlar. Yomon boshlanmadi. Umumiy olganda yomon boshlanmadi. Deyn Saint-Clair darvozabon Maksim Kripe o'rniga tushdi. Ikkinchi bo'limni boshlashdi kanadaliklar. Inter Miami darvozaboni asosiy harakat qilmoqda. Chap qanotda Kanadaning hujumi, ichkariga xavfli pas ulgurdi Abdulla Abdullayev. Bugun ancha birinchi bo'lib Husanov ozgina pauza ham ushadi ataylab. Abdullayev endi maqtayotgandik. O'ziga o'zi to'g'rilab oldimi hozir? Hoppa, Sayfiyev. Jonathangacha to'p bormasligini pas qilib berdi, kutilmaganda. Shuni to'xtatish kerak. Taqib qildi Ashurmatov. Lekin kombinatsiyani Kanada yaxshi tashkil etdi. Tan olish kerak. Markaz orqali. Yana ochilayotgan futbolchi bor. Bermaslik kerak. Afsus. Osoriya gol uryapmiz.
Bu to'xtatgandek edik hujumni, negadir oxirigacha o'ynashmadi. Shu joyda xato ketdi Sayfiyev va bo'shliq paydo bo'lib qoldi. Uchta markaziy himoyachimiz Peldan kelgan bo'ladi. Uzatma. Darvozabon chiqib keldi. Hamrobekov Bo'ldi. Mana bu pas. Abduvohid joyida. Husanov. Yaxshi Abbos tep o'zing. O'yinda ham variant bor edi, Sayfiyev ochildi. To'g'ri qildi deb o'ylayman. Endi yana o'sha Asoriyomida va bo'ldi. Kutgan hujumimiz qarshi bitta o'zi qolib ketdi. Eldor ajoyib va endi yakunlash shart edi. Burchak zarbasi. Eldor zo'r o'ynab qo'ydi o'sha joyda. Eldor Shomurodov pasni ham, qochishni ham o'z vaqtida amalga oshirdi. Nasrullayev qochirib yubordi ozgina to'pni. Mana takrorlavha. Ovoz. Vaqt keldi. Bitta urib qo'yarmidik burchak zarbasidan. To'p aylandi, lekin qaytarishdi. Imkon bor. Azizbek Omonov to'g'rilab oldi. Zarba yo'llandi O'rozov tomonidan. Mazgavoy shu yerning o'zida qolyapmiz. Hamrobekov, Mazgavoy orqaga endi iloji yo'q. Hamrobekov bo'sh zona, uzatma, rikoshet, to'p qaytarilyapti. Ikkinchi Shu mumkinmi? Ofsayd. Yo'qmi ofsayd? Bor. Ofsayd bor ekanmi? Ofsayd bo'lsin-u iloyo. Vaziyat bo'pti. Mana. Voy, ochib turgan ekan. Faqat qachon amalga oshdi bu o'zgarish, buni ko'rmadik. Husanov. Toza. Va ketdi. Igor Sergeyev yaqinlashdi. Zarba yo'lladi, shoshib qoldi biroz. Forward baribir. Yaxshi pas bo'lgan edi Igor Sergeyevga. Jeysonda bu tomon Nelson, chap tomon va bo'shliq. Hop, darvozabon joyida. Yaxshi o'yin. Ofsayd bor edimi? Ushlabdi. Ofsayd bor. Gol urganda menimcha aralashardi. Nelson bermaydi. Va o'zidan chiqib ketdi Nelson. Adashmasam. Burchak zarbasi ko'rsatyapti chamanda. Imkoniyat. Wow. Sezildi bor-u. Juda yomon joyda yo'qotdik Sherzod Esanov. Mana shu joydagi kurash, natijada to'p yo'qotilishi, to'g'ri ochilish. Ham to'g'ri o'ynash va zo'r o'ynashdi. Nelson Mandela gol uryapti. Tan olish kerak. Yana Nelson uchib ketyapti. Hozir pas beradi, yaxshi Haytovur qaytarildi. Uchta chalib yuborsa ham bo'g'rar. Ko'tarishdi bor-ku. Bo'ldi, demak, uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. 2-0 hisobida Kanada g'alaba qozonmoqda. Ikkinchi taymni yaxshi o'tkazdi. Buni e'tirof etish kerak. Kanada ikkinchi bo'limda qo'shdi va birinchi bo'limdagi urmagan